bugungi mavzumiz ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida harakatli o'yinlarni tashkil va o'tkazish metodikasi. Buni 3 ta reja bo'yicha ochib bermoqchiman. Birinchisi, ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'limda harakatli o'yinlarni rejalashtirish prinsiplari. Ikkinchisi, xususiy ehtiyojli bolalar uchun harakatli o'yinlarni moslashtirish metodikasi. Uchinchisi, harakatli o'yinlarning pedagogik maqsad vazifalarini aniqlash hisoblanadi. Birinchi navbatda bolalarga harakatli o'yinlarni o'rgatishda albatta ularning yosh xususiyatlaridan, bilish jarayonlari hamda ularni kognitiv xususiyatlaridan, differensial yondashuvlardan kelishgan holatda bolalar bilan dars jarayonida yoki bo'lmasa o'yin mashg'ulotlari davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Bolalarga individual yoki bo'lmasa guruhli yoki bo'lmasa shu kabi harakatli o'yinlarni bajartirishda albatta ularni birinchi navbatda xavfsizligiga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Ulardan birinchisi individual xususiyatlar va har bir bolaning imkoniyat dasturlarini ishlab chiqqan holda, ikkinchisi xavfsizlik va muhitni moslash joyini kengaytirish, ya'ni bolalarga o'yin jarayonida xalaqit beradigan yassi yoki bo'lmasa uchqur bo'lgan partalar yoki bo'lmasa o'quv qurollaridan foydalanish taqiqlanadi. Undan so'ng esa bolalarda turli xil harakatli o'yinlarni bajartirishda ketma-ketliklar mavjud. Ulardan misol uchun aytib o'tadigan bo'lsak, o'qituvchilar bolalarga harakatli o'yinlarni bajartirish davomida ularga boyagi katta yirik yoki mayda-qo'l motorikani rivojlantirishga, bolalarning chidamlilik va tezlikni rivojlantirishga, sog'liqni mustahkamlash va to'g'ri badan tarbiya odatlarini singdirish. Ularning vazifalari ham mavjud. Ulardan birinchisi aqliy faoliyat, e'tibor va xotirani qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy ko'nikmalar, hamkorlik qoidalariga rioya qilish, hissiy barqarorlik va o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirish, individual hamda diagnostik motorikasini ta'minlash. Albatta bolalarga harakatli o'yinlarni rivojlantirishda faqatgina ularni bilish jarayonlari emas, balki diagnostikasiga ham, ya'ni kasalligini kelib chiqish tarixiga ham alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi va o'sha kelib chiqqan tarixi hamda diagnostikasiga qarab bolalarga o'yin turlarini tanlab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bolalarni baholash jarayoni. Albatta bolalarga har qanday vazifani bergan yoki bo'lmasa harakatli o'yinlarni bajartirishimiz davomida ularni o'yin so'ngidan so'ng albatta baholash lozim bo'ladi. Baholash albatta o'quvchilarni rag'batlantirish hamda harakatli o'yinlarga va darsga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Undan tashqari dars strukturasi harakatli o'yinlarni integratsiyalash qoidalari, ya'ni ularda isitish 5-7 daqiqa, ya'ni bolalarga sovuq yoki issiq bo'lgan holatdagi suyuqliklar yoki qattiq jismlarni o'ynatish davomida albatta ularga haddan tashqari issiq yoki haddan tashqari sovuq bo'lmasligi lozim bo'ladi. Undan tashqari boyagi bolalarning yosh xususiyatlari, ya'ni bog'cha yoshidagi bolalarga turli xildagi o'yinlar, maktab yoshidagi va yuqori sinf o'quvchilari uchun alohida harakatli o'yinlar turlarini joriy qilib ular bilan shug'ullanishimiz lozim bo'ladi. Undan tashqari bolalarga reabilitatsion va terapevtik harakatli o'yinlar metodikasi. Terapevtik harakatli o'yinlar metodikasi deganda bolalarga har birda o'rgatilayotgan o'yinlar yoki bo'lmasa metodikalar albatta ularni sog'lomlashtirishga hamda rivojlantirishga yordam berishi lozim hisoblanadi. Bolalar bilan o'ynalayotgan o'yinlar albatta o'quvchilarga hamda o'qituvchilar uchun ham darsni rivojlantirishga, o'sha darsni yoritib berishga yordam berish kerak bo'ladi. Shu uchun ham o'quvchi dars jarayoniga kirishdan oldin albatta mavzuni to'liq o'zi tushungan holatda hamda o'sha mavzuga doir va albatta takrorlash lozim bo'lgan metodika hamda harakatli o'yinlarni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Misol uchun ixtisoslashtirilgan maktablarda harakatli yoki bo'lmasa boshqa o'yinlarni aytadigan bo'lsak, ritmika yoki bo'lmasa jismoniy tarbiya darslarini bemalol misol qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu bolalarni ham boyagi hayotga moslashtirishga, muloqotga kiritishga hamda jismoniy holatini va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi.